Hurmatli ota-onalar, o'g'il farzandingiz bor, ertaga bepusht bo'lmasligi uchun nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Bugun shu haqida gaplashamiz. Chunki qabulimga kelayotgan aynan ko'p erkaklarda bo'layotgan muammolar bepushtlik muammosi, ya'ni farzandsizlik muammosi. Buni sabablarini birma-bir ko'rsataman va bunga to'g'ri xulosa qilish sizning o'zingizdan. Bizning Central Men klinikamizda asosan qilinayotgan ishlar nima? Bizda bolalardagi moyaklarning o'z yolg'on xaltasida bo'lmasligi, CD chiqaruv kanallari joyida bo'lmasligi yoki bepushtlikning eng og'ir darajalari azospermiya, nekrozospermiya, oligoastenoteratozospermiya. Sizlarga hozir bu fan tilida gapirsam tushunmayapsiz bilaman, qarshimda o'tirib. Endi sizga oddiy va sodda qilib aytganda, yoshlikda qilingan xatolik tufayli farzandni bepusht bo'lib qolishi. Kelinglar, shu mavzuni qisqa va lo'nda sizni tilingizda soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Men doktor Saidislom shu Central Men klinikasida 2 yildan beri asos solib ishlayman. Muhammad Bobur aka va biz birgalikda jamoa bilan urologiya, andrologiyani yanada yoritish maqsadimiz. Hozirgi qabulimga kelayotgan erkaklarni yosh jihatidan 22 va 35 yosh oralig'idagi farzandsiz erkaklarda yoshligida qilingan xatolik tufayli ota-onani e'tibor bermasligi tufayli u bepusht bo'lib yuribdi. Va uning yechimi nima bo'lyapti? Jarrohlik amaliyoti, mikroteziya amaliyoti. Nimaga yoshlikdagi xatolik deb aytyapman? Nimaga ota-ona e'tiborsizligi deb aytyapman? To'g'ri, hozirgi zamon va oldingi payt, ya'ni 20 yil ortga qaytsak, 20 yil oldin ijtimoiy tarmoq, sotsial setlar bunchalik rivojlanmagan edi. Hozir 21-asr, yangi O'zbekiston, yangi zamonaviy, butun dunyoda ilm-fan rivojlanish. Hozirgi kunda biz ushbu videolar orqali ota-onalarga bitta ma'lumot yetkazyapman va xursand bo'lyapman oxirgi kunda. Ya'ni ota-onalar qabulimga farzandlarini profilaktika uchun check-up, ya'ni tibbiy ko'rikdan 6 oyda bir o'tkazishni boshladi. Nimaga? Ertaga xuddi shu 25-30 ga kirganda yoshi katta insonlar, ota-onalar qilgan xatolikni qilmasligi uchun, ertaga farzandi bepusht bo'lmasligi uchun, ertaga farzandi turmush o'rtog'ini oldida uyalib qolmasligi uchun olib kelyapti. Hozir ota-onalar bir narsadan qo'rqish kerak, sotsial setda porno videolarga qaramib qolishdan. Endi yoshlikda nimaga e'tibor berish kerak ota-onalar? Tepki bo'ldi desa, 2 qat xotinga borib tepib turib qo'y deyishadi. Ya'ni 2 qat xotinda bu yerda hech qanaqa taalluqli yeri yo'q. 2 qat xotin tepgani bilan u tepki infeksiya, ya'ni bu limfa tugullaridagi va organizmda tez tarqovchi infeksiyani hisobiga moyaklarda spermatogenez bloklanishi bo'lishi mumkin. Ya'ni moyakdan spermatozoid ishlab chiqarish to'xtaydi va moyak hajmi o'sishdan to'xtaydi. Hozir kommentariyada aytishingiz mumkin. Men tepki bo'lganman, lekin farzandli bo'lganman. Endi bu organizm. Chunki sizni qo'lingizni kesganimda, sizni qo'lingizda qon 2 minutda, yoningizdagi sherigingiz yoki opangiz yoki ukangiz qo'lini kesganimda 5 minutda, menikini kessak 10 minutda qon to'xtashi mumkin. Bu organizm. Ya'ni bitta kasallikni 3 ta odamga yuqtirsak, 3 ta odamda patogenezi har xil ketadi, fiziologiyasi har xil ketadi, patofiziologiyasi har xil ketadi. Ya'ni organizmning unda kurashuvchanligi, unga yaratilgan immun tizim hamda individualniy bo'ladi. Ushbu infeksiya orqali unga qisman ta'sir qilishi, kimlardadir urug' yo'lini yopib qo'yib, million spermatozoidlar bo'lishi va qolganlarda spermatogenez davrida spermatozoidlar ishlab chiqarishni to'xtatadi. Ya'ni spermatogenez deganda moyakning ichidagi spermatozoid ishlab chiqarish tugullar, kanalchalar borligini nazarda tutyapman. Buni maksimalni sizga oddiy va sodda qilib tushuntirib aytmoqchimanki, ota-onalar, hurmatli ota-onalar, farzandingizni qulog'ini atrofida tugullar qalinlashib yoki limfa tugullar qalinlashganda yoki angina bo'lganda, laringit, faringit bo'lganda be'tibor bo'lmang. Bu yerda infeksiya ertaga farzand ko'rishiga ta'sir qilishi mumkin. Buni lorlarimiz ham tushunadi. Chunki lor adabiyotlarimiz, ya'ni quloq, burun, tomoqni ko'radigan doktorlarimiz bu kitoblarda yozilganligini biladi va ular ma'qullab qo'llab-quvvatlaydi. U bitta oddiygina tepki, 2 qat xotin tepsa, ertaga farzandsiz bo'lish holati. Shuning uchun tepki chiqdimi, infeksiyalist vrachga vaqtida ko'rsating va to'g'ri antibiotik terapiya qiling. Bu bir. Ikkinchisi, bola tug'ilganda ota-ona nimaga e'tibor bermaydi? Moyaklarga e'tibor bermaydi. Moyaklar yorug' xaltasidami yoki yo'qmi degan savol javob olmaydi. Neonatolog vrachdan qabul qilib olmaydi bolasini. Sog'lommi, sog'lom emasmi? Chunki u birinchi marta tug'yapti, yosh tug'yapti, hayotga tayyor emas. Ota-ona buni bilmaydi. Nevara ko'rdim deb xursand bo'ladi va nevarani tantanali ravishda uyga olib chiqadi, lekin ertaga uni kelajagi haqida hech qaysi ota-ona qayg'urmaydi. Shu kunlarda shu Instagram sahifamda ham qo'ygan oxirgi videolarimda, postlarimda
bolalarga bo'lgan urug'ini kuchaytirganimda bitta narsani tushunib yetdimki, bolalarda bu kasallik juda ham aktual bo'lib ketgan. Hozir har 10 tug'ilayotgan chaqaloqda 3 tasida muammo bo'lyapti. 10 tug'ilayotgan chaqaloqda 3 tasida moyakni bittasi tepada yoki pastda yoki ikkala moyak ham tepada bo'lib qolyapti. Fan tilida bu narsa rasmlarda keltirib o'tamiz, kriptarxizm deydi. Moyakda o'z yorug'i xaltasi joylashmasligi. Bu yerda lojniy kriptarxizm deydi. Tushib chiquvchi moyak. Ya'ni bu yerda moyak ba'zida tepada, pastda bo'ladi, lekin moyakning yoshga nisbatan o'sish hajmi kichkina bo'lsa, bunda operatsiya ko'rsatma bor bo'ladi. Eng uzoq davr operatsiyada 2 yoshgacha qilinishi kerak. Shunda biz moyaklarni ehtiyot qilib va moyakni ishlab chiqarilayotgan spermatogenez davri, tugullarning rivojlanishi va gormonlar muvozanatini to'g'ri ushlab ketamiz. Endi moyaklarni ektopiya, distopiya deymiz, o'z joyida joylashmasligi. Qorin bo'shlig'ida, qovoq ustida yoki son tomonda joylashib qolish holatlari ham kuzatiladi. Va shu paxviy sohada, ya'ni kanalni o'zida yuqori, o'rta va pastki qismida joylashishi kuzatiladi. Bu kriptarxizmga oddiy ko'z bilan qarasangiz, u yaxshi, lekin farzandingiz uchun yomon. Chunki ertaga uni bepushtlik kutayotgan bo'lishi mumkin. Buni hozirgi kunda yana bitta sotsial sektor rivojlanganini kirgizib o'tmoqchiman, chunki hozir qo'limizda hammamizda mobil qurilma bor, telefon bor. ChatGPTga shunday kriptarxizm nima o'zi, o'g'il bolaga qanday ta'sir qiladi desa, bir dunyo ma'lumot chiqarib beradi yoki Google yoki YouTube. YouTube'da mana biz sizga ma'lumot beryapmiz va siz shu orqali ma'lumot olyapsiz. Endi ertaga bu mavzu dolzarb bo'lganligi uchun, ey do'stlar, farzandingiz sog'ligini bee'tibor bo'lmang, 6 oyda va 1 yilda bir voyaga yetguncha check-up qilib turing, ya'ni tekshiruvdan o'tkazib turing. Bu xursandchilik siz uchun. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydi, o'g'il farzandlarda sunnatulloh tug'ildi deydi. Sunnatulloh tug'ildi degani bu seni farzanding sunnati bilan tug'ildi degani emas, undan xavotir ol degani. Bunda fan tilida gipospadiya, yana rasm keltirib o'tamiz mana. Ko'rishingiz mumkin. Fan tilida gipospadiyaning turli shakllari bo'ladi. Tana shakli, miatusda o'z joyida bo'lmasligi, ya'ni golovkasini pastida, tanasida va undan pastroqda va ikkita tuxumning orasida bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu holatda farzand ko'rishga va ertaga spermatozoid otilib chiqishiga va shu najas, ya'ni sidikni tashqariga chiqishiga qiyinchilik tug'iladi. Chiqsa ham to'g'riga siymaydi, pastga siyvoradi. Urug' otilsa ham to'g'riga otilmaydi, pastga otiladi. Pastga otilgandan keyin o'z-o'zini urug'lantirish bo'lmaydi. Ertaga u sunnatullohda jinsiy holatda qiyshayishlari, peyroniy holatlari kuzatilishi mumkin bo'ladi. Endi bu gaplar oddiy gaplar emas. Buni hazm qilish sizda, yechimi bizda. Aytmoqchimanki, sizda bu narsani hazm qilish farzandingiz sog'lig'ida muammo bormi? Bizni klinikaga tashrif buyuring. Agar sizga uzoqroq bo'lsa, o'zingizni yaqin atrofdagi bola urologga murojaat qiling. Hurmatli ota-onalar, chunki ertaga farzand masalasi, ertaga uni kelajagi baribir siz qo'lingizda. Siz javobgar shaxssiz u uchun. U uchun bobosi, buvisi emas, faqat ota va ona javobgar shaxs bo'ladi 18 yoshgacha, bilasizlar. Endi nimaga men hozirgi bolalarni taqqoslayapman? Hozirgi kunda qabulimga kelayotgan bolalarda va kattalarni farqlasam, shu yuqorida aytib ketgan kasalliklarim tufayli ashi 28 yosh bola, o'sha 30 yoshdagi erkak farzandsiz. Uni analiz tahlillarini, gormonlar muvozanatini va chuqurlashtirilgan anamnezlarni qilsak, vaqtida ota-ona be'tiborsizligi tufayli ayrim 70%, 60% holatdagi bepushtliklar kelib chiqyapti. Endi bepushtlikni ham aytishingiz mumkin, birlamchi besplodiya, ikkilamchi besplodiya, o'zi bu nima? Birlamchi besplodiya bu shu 1 yil yashayapti oila, yosh oila, 1 yil ichida yangilik bo'lmasa birlamchi besplodiya deyiladi. Ikkilamchi besplodiya u yashadi, bitta farzandi bor, ikkinchi va uchinchi farzandda harakat qilyapti, lekin yangilik bo'lmayapti. Bu ikkilamchi besplodiya, ya'ni ikkilamchi bepushtlik. Hozirgi oxirgi adabiyotlarda Yevropa urologlar assotsiatsiyasi yozgan guidelineslarda 2026-yilgi kitoblarda ham hozir bolalarni 18 oylikgacha ko'rsatish kerak deb aytiladi. Va shu 1 yilda bir bo'lsa ham bola urologga murojaat qiling deydi. Endi tajribamdan qisqacha aytib bermoqchiman, chunki hozir bugungi bo'lgan voqea, bugungi bo'lgan holat, ota-ona kelyapti, 8 yillik bepushtlik, ya'ni katta bolani olib kelyapti. U 32 ga kirgan shaxs, Buxoro viloyatidan. Anamnez chuqurlashtirib yig'sam, shu tepkini aytyapti-da. Juda ajoyib bo'lar ekan. Tepki, misol tasavvur qiling, oddiy gap bilan aytib qo'yapsiz-da. Borib turib 2 qator teptir deganman, teptirib qo'ydim deyapti. U yashagan 8 yildan beri anamnez so'raganman, boshqalar ham so'ragan va unga be'tiborsiz bo'lib tepki tufayli bepusht bo'lyapti. Tepki oddiy bitta kasallik. Endi buni biz nima qilamiz? Urug' tashqariga chiqmayapti. Evakulyatli urug'lar 0.
spermogramma tahlillarida urug'lar 0 chiqyapti. Bu oson jarayon emasda. Ya'ni u 8 yildan beri olgan stress. U 8 yildan beri har kuni o'lib tiriladi erkak. Chunki yonidagi ayol uni tushunmasa, endi bu juda ham og'ir holatda, tasavvur qilish qiyin. Buni hozir qarshimda ko'rib turgan insonlar tushunadi, ya'ni bepusht insonlar tushunadi. Ertaga farzand ko'rib qiynalib, 3-4 yilda zo'rg'a o'g'il yoki qiz ko'rgan ota-onalar tushunadi. Hurmatli ota-onalar, bu tepki yo'q, bu moyaklarni yorug' xaltasida bo'lmasligi ertaga uni moyaklarni voyaga yetganda ochib mikroteziya amaliyoti orqali urug'lar izlashimizga majbur qilyapti. Ertaga uni bepushtlikdan qutqarishimizga majbur qilyapti. Shuning uchun bugungi ma'lumotim sizlarga yoqdi degan umiddaman. Yoqdi degani qanday? Sifatli ma'lumot bera oldim va buni yorita oldim deb o'ylayman. Bizni Central Men's klinikamizda bepushtlikning eng og'ir darajasi, azospermiya holati yoki birlamchi, ikkilamchi bepushtliklar, urolog va ginekolog hamkorlikda ishlashi, hattoki bolalar endokrinologi ham ishlashni boshlaganligi bu biz yutug'imiz. Chunki biz bir jamoa bo'lsak, bitta kelgan bemorning savollariga to'liq javob bera olsak, Yevropa standartlari bilan xursand bo'lamiz. Hozirgi videomni o'g'il farzand katta qilayotgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying, saqlab qo'ying va albatta kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring. Aytgancha like bosishni unutmang.